Assalomu alaykum Doniyor Bey YouTube kanali a'zolari. Bugun mana JavaScript 13-darsimizga yetib keldik. Bu darsimizda ko'rib chiqadiganlarimiz turlarni o'zgartirish, type conversion. Xo'p, biz ko'rib chiqdik JavaScriptda string, number, boolean data tiplarini ko'rib chiqdik. Shularda endi biz turlarini o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda bizda oddiy misol bo'lsin. Bularni qanaqa qilib foydalanamiz? Misol num deb turib, bu joyga 100 berib qo'ysam stringda. Va shuni men konsolda ko'radigan bo'lsam, num. Hop, mana konsolda ochib qo'yganman va 100 bizda chiqyapti. Endi buni data tipini ko'rish uchun biz o'zgartirishdan oldin type of yozardik va type of ni ko'radigan bo'lsak, bizda string. Xo'p, bu holatlarda biz agar qo'shish amallarini bajarsak, bizda qanday xatoliklar beradi? Misol uchun mana undan oldin yozsam, let result va teng, misol o'sha numga, ya'ni string ichida 100 ga kelayotganga, misol uchun 5 ni qo'shadigan bo'lsam, bu holatda endi result ko'radigan bo'lsak, bizda nima chiqib beryapti? Ko'ryapsan, 1005. Xo'p, bu bizda xatoliklar tug'diradi. Bu qanaqa ishlayapti? Shu numni olyapti-da va stringda +5 qo'shib qo'yapti xolos bu joyga, string ko'rinishida. Ya'ni bu joyda biz avtomatik o'zgartirish, ya'ni JavaScriptda avtomatik o'zgarishlarni ko'rib turibmiz. Ya'ni shunchaki string 5 ga 3 ni qo'shyapti, numberda avtomatik stringga aylantirib beryapti bu numberda. Shu holatlar bizga qandaydir xatoliklar tug'diradi. Keyinchalik shuning uchun biz type conversionlardan foydalanamiz. Bu berayotgan stringimizni soft numberga aylantirib olishimiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Birinchi o'rinda bizda number degan metod bor va shuning ichiga shu numni beradigan bo'lsak, endi bu soft numberga aylantirib beradi bizga. Endi o'tsam, men bemalol qo'shib olyapman mana. Endi 100 + 5 bo'lyapti. Shunchaki qo'shib qo'yapti. Endi bu soft nima bo'lyapti? Number data tipiga aylanyapti. Endi buni yana ham sodda usuli bor. Shu numdan oldin shunchaki plus qo'yib qo'yadigan bo'lsak ham, mana endi bizda to'g'ri hisoblaydi. Xo'p, keyingisi bizda bu holatda ishlayapti, yaxshi. Endi bizda bu holatda chiqadigan bo'lsa-chi, let misol uchun num 2 teng misol bu joyda hello degan so'zimiz bo'ladigan bo'lsa, endi shuni biz konsolda num 2 ni ko'radigan bo'lsak, bemalol hello chiqyapti. Endi shuni biz number metodimiz orqali buni ishlatadigan bo'lsak, qanaqa holatda bizda natija qaytarib beradi? Mana not a number, ya'ni bu raqam emas, ya'ni son emas deb chiqarib beryapti. Ya'ni faqatgina qanaqalarda type conversion qilar ekan, ichiga raqam kelgan holatida. Shu holatlarga ham e'tibor berib qo'yamiz. Endi ko'radigan bo'lsak, mana misol uchun 10 dan 2 ni ayraydigan bo'lsak, bizda 8 chiqarib beradi. Ya'ni stringni numberga aylantirib beradi. Ayriganimizda bu to'g'ri ishlayverar ekan, lekin qo'shganimizda bizda nima xatoliklar yuzaga keladi ekan. Shu holatda biz numberni ichiga olib turib, soft numberga aylantirib olishimiz kerak. Endi misol booleanni bizda nimaga aylantirib beradi ekan? Numberga. Ya'ni true bizda JavaScriptda 1 ga yuradi, o'zi false 0 ga yuradi. Ya'ni bu holatni ham ko'radigan bo'lsak, mana hop, konsolga true +2 deydigan bo'lsam, hozir necha chiqadi bizda javob? 3. To'g'ri. True demak bizda 1 ga yuradi, +2 ni qo'shyapti. Shu holatda natijamiz teng 3 bo'lib qolyapti. Endi ko'radigan bo'lsam, konsolda ko'ryapsan 3. Ya'ni booleanni avtomatik nimaga aylantirib beryapti? Numberga. Bu bizda hozir avtomatik o'zgartirishlar. Implicit conversion bu. Xo'p, endi false da 5 ga qo'shib qo'yadigan bo'lsak, booleanni nima qilib beryapti? Stringga aylantirib beryapti. Mana ko'rishimiz mumkin buni ham. False plus nima yozamiz ekan? 5. Mana bu holatda ko'radigan bo'lsak, ko'rlang false 5. Agar buni data tipini tekshirmoqchi bo'lsak, nima? Type of deymiz va buni qavslarda ko'ra olamiz. Ctrl Z xato ketib qoldi mana. Ko'radigan bo'lsak, ko'ryapsan, stringga aylantirib qo'yapti bu. Xo'p, endi bizda explicit conversion, qo'lda o'zgartirish, ya'ni o'zining funksiyalari yoki metodlari yordamida o'zgartirishlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda har qanday narsani stringga aylantirishni ko'radigan bo'lsak. Xo'p, bularni men hammasini olib olaman va biz bitta-bitta ko'rib chiqamiz bularni. Ctrl X qilib mana. Birinchi o'rinda biz agar numberlar bo'ladigan bo'lsa, soft number mana 123 raqami bor bizda. Agar konsolda buni ko'rsam, num deb Xo'p, numberni ko'ryapman. Bizda soft raqam chiqyapti. Xo'p, buni numberligini bilishimiz uchun type of desam, mana number chiqyapti. Xo'p, endi biz buni type'ini o'zgartirishimiz mumkin. Shu numni bu holatda let result va teng string metodi bor va shuning ichiga biz numni berib qo'yadigan bo'lsak va endi shuni result ko'rsak, bizda mana endi oddiy holatda ko'rsatyapti. O'zini konsolga ham bilyapti.
narigi raqamlarni boshqacha rangda, buni boshqacha rangda ko'rsatyapti. Endi buni type of'ni tekshiradigan bo'lsam, mana ko'ryapsizmi, string. Xo'p, biz numberni nimaga aylantira oldik? String ko'rinishiga aylantira oldik. Endi biz keyingisidan foydalansak, bu toString degani bor bizda. Bunda ham shu ko'rinishda bergan sof raqamimizni bizda toString metodi orqali stringga aylantirishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, bunda yana bizda string chiqib beryapti. Agar buni natijasini ko'rsam 123 chiqyapti, lekin bu stringda. Xo'p, keyingisi true. Misol uchun true bizda nima edi? Boolean, to'g'rimi? Boolean data tipi. Mana o'rniga true deb. Mana true bu data tip, ya'ni bu boolean. Xo'p, shuni o'rniga nam yozsam va buni toString orqali ham, ya'ni biz nima qilyapmiz? Buni mana stringga aylantirib qo'yapmiz. Buni ko'rishimiz mumkin type of orqali. Mana string chiqarib beradi. Ko'ryapsizmi? Booleanni ham nimaga aylantiryapmiz biz? Stringga. Numberni ham stringga aylantiryapmiz. Bu holatda hammasini stringga aylantirishni ko'rdik. Ya'ni string data tipiga o'tkazish. Endi numberga o'tkazish uchun biz ko'rib chiqdik. Ularni ham kopiya qilib bu joyda bir qator ko'rib olsak. Va numberni ko'rdik. Number metodini ichiga har qanday string yozsangiz ham nima qilib berar ekan, buni sof numberga aylantirib beradi. Agar buni ichida mana ko'rdik, numberni ichida har xil raqamdan tashqari, ya'ni string ichida yozganimizda ham raqamdan tashqari boshqa so'zlar keladigan bo'lsa, nima qaytarib berar ekan bizga javobi? Output not a number, ya'ni raqam emas deb qaytarib beradi. Keyingisi bizda parse int. Xo'p, parse int bor. Buning ichiga misol uchun str deb turib, mana har qanday narsani yozishimiz mumkin. 100 deb turib, salom deb qo'yadigan bo'lsak ham, let result deymizda va buni parse int orqali biz bemalol faqatgina raqamlarni ajrata olamiz. Faqatgina raqamlarni ajrata olamiz. Buni ko'radigan bo'lsak, mana result va natijasini men ko'rsam konsolda 100. Ko'ryapsizmi? Endi bu 100 ni olyapti-da, bu salomini qaytarib olyapti. Agar buni o'rnida number bo'lganda nima qilardi bizda? Not a number qaytarib olardi. Ko'ryapsizmi? Parse int orqali biz stringda kelayotgan harfni, raqamlar bilan aralashib kelayotgan narsani faqatgina nimasini olamiz ekan, raqamni. Agar oxiriga 200 qo'ysak ham, lekin faqat ko'ryapsizlar, boshini olib beradi ekan xolos bizga. Xo'p, keyingisi parse float. Bu parse float bunaqangi raqamlarni shunchaki bizga raqamga aylantirib beradi. Parse float. Xo'p, buning ichiga biz qoldiqli narsalar yozadigan bo'lsak, buni qaytarib berishini ko'ramiz ana. Parse deb turib, ya'ni stringda yozilsa ham bu mana bemalol nima qilib beryapti? Raqamga aylantirib beradi. Ya'ni kasrlar uchun nima? Parse float olamiz ekan, o'zini holatida qaytarib beradi. Keyingisi biz oldiga plyuslar orqali ishlashimiz ham mumkin dedik. Ya'ni bizda bu nima edi? True, bu boolean data tipi, to'g'rimi? Hop, buni kommentariyaga oladigan bo'lsam, mana satarani chiqarsam, nima bu? True. Endi buni data tipini ko'rsam, agar type of desam, qaysi data tipda chiqyapti bizda? Booleanda. Ko'ryapsizmi? Agar shuni ham o'zgartirishimiz mumkin, oldiga shunchaki plus qo'ygan holda. Endi nimaga aylanib qoldi bizga? Numberga, ko'ryapsizlar. Endi buni o'zini chiqarsam 1. Ko'rdingmi? Agar buni oldinda false bo'lsa-chi? False bo'lsa, bu nolga aylanib qoladi. Ko'ryapsizlar, bu ham raqamga aylanib qolyapti, ya'ni numberga. Shu ko'rinishda biz konversiyalar orqali nima? Numberlar ustida amallar bajardik. Endi booleanga aylantirish, ya'ni har qanday hozir ishlayotgan turlarimiz, ya'ni string numberlarni biz booleanga aylantirishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, misol uchun konsolga birato'la yozib ketaverib, boolean ichida misol raqam kelyapti 123. Agar shuni booleanda ko'radigan bo'lsak, nima ekan bu? True. Ya'ni false qiymatlar ham bor edi. Bizda necha? 0, false, none, shular nima edi bizda? False, ko'ryapsizlar. Bularda endi bizda agar stringda oladigan bo'lsak-chi, o'chiramiz salom deb. Bu bizda nima edi? True qiymat qaytaradi. Mana true. Agar buni ichini bo'sh qilib qo'ysak nima? False qiymat qaytaradi. Ko'ryapsizlarmi? Bizda ya'ni type conversion qilib biz boolean data tipiga o'tkazyapmiz. Ya'ni bu joyga number bergan holda nima qilyapmiz? False. Bu agar 1 bersak ichiga true, agar bo'sh string bersak nima? False. Mana agar hello degan so'zni bersak bu true, agar null deb bersak ham mana false qaytarib beradi. Ko'ryapsizlar, boshqa data tiplarni yozish orqali biz turlarini o'zgartirib olyapmiz. Ya'ni boolean data tipiga aylantirib olyapmiz har qanday narsasini. Xo'p, e'tiborli jihatlari bo'lishi mumkin. Mana false qiymatlarni aytganmiz. False qiymatlar 6 ta metodda, undan tashqari har qanday qiymat nima? True qiymatlar qaytaradi bizga, ya'ni true qiymatlar.
Bu string false, null and false ga kiradi, null and false, undefined and false, null and false. Qolgan hammasi nima ekan? True. Xo'p, mana amaliy misollarni ham ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Bemalol o'zlarining ishlab foydalanib. Xo'p, endi biz type conversionlarni bemalol Google orqali ham ko'rishimiz mumkin. Boshqacha turlari ham bor bizda. In JavaScript degan holda. Mana ko'radigan bo'lsak bizda mana bizda numberlarga aylantirib beryapti bu holatida. Ularni ko'rdik biz. Mana y teng 5 deb turib, oldiga agar plus qo'yadigan bo'lsa, agar bu boshda y nima edi? String mana. Keyin agar boshiga plus qo'yib qo'ysa, bu nima qilib berar ekan? Avtomatik numberga aylantirib berar ekan. Xo'p, bu joyda so'z kelyapti bu string. Agar oldiga plus qo'ygan holatimizda ham nima ekan? Endi bu not a number qaytaraverar ekan. Xo'p, agar endi bizda mana conversion number to string, ya'ni numberdan stringga aylantirish. Xo'p, mana x'imiz bor. Agar buni 123 deb beradigan bo'lsa, nima qilyapti? Result deb 123, lekin nimada? Stringda. Agar ichiga qiymatlar berib qaytarsak ham baribir string. Xo'p, bizda to stringni ko'rdik. To string baylarda ham mana shu holatlarda ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol sizlar ishlab. Mana endi bizda nima conversion boolean'da, ya'ni boolean data tipiga o'tkazish numberlarni. Mana aytayapti. Boolean'larni biz numberga aylantiramiz. Mana number ichiga false bersak 0 qaytaradi bizga, agar true kelib bo'lsa 1 qaytaradi numberda. Sof number qilib mana number metodlaridan foydalanyapmiz. Qolganlarini ham shuna qilib bir qator ko'rishlaringiz mumkin. Hozir ancha-muncha lekin ma'lumotlarni ko'rib qo'ydik. Yana ham ko'proqlarni ko'raylik desak, ozroq boshlaringni og'ritavermay, o'zlaring bemalol yana chuqurroq kirishlaring mumkin bu mavzularga. Keyinchalik biz mavzularimiz kelganda, ya'ni o'zimizga kerakli holatlarda yana bularni ko'rib chiqamiz. Ya'ni amaliy proyektlar qilganda, ya'ni amaliy mashqlar qilganimizda bularni hammasini ko'rib chiqamiz. Hozircha bizga bugungi shular. Agar ozroq tushunmay qolgan joylaring yoki chalkashliklar bo'lsa, qayta ko'ringlar, bo'lmasa kommentariy yozinglar. Tushunmagan joylaringizni Telegram kanallarimizga o'tib yozsalaring, bemalol javob berishga harakat qilaman. Sizlar uchun maksimum harakat qilib tushuntirishga. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.